Assalomu alaykum jigarlar, tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? Bu kanalni yangi ochdim. Sizlar bilan Shayx PUBG. Xo'sh jigarlar, yangi akkaunt olganman. $100 bu akkaunt olganman. Qani bo'lsam video boshlamasdan oldin like, podpiska bosishdan chiqmasin. Qani ketdik. Xo'sh, akkauntga 3 marta zavaga chiqilgan. Zavaga 3 marta chiqilgan. Old akkaunt emas, yangi akkaunt, 8 sezondan beri o'ynab kelgan akkaunt. Xo'sh, inventariga boshlaymiz. X-Suite yangi chiqqan X-Suite bor. Bu kiyim bor, yugurib keladigan. Eng qizig'i Fraun bor jigarlar, Fraun bor, keyin bag'diylar qiziq emas, R2 KSPSlarga shlemlarga o'tamiz. R2 13-sezondaga tushib qolgan. Ana R2-sidan keyin bosh kiyimlar tez o'tkazib yuboraman, bular qiziq emas. Franlarga o'lib qolar ekan mana bu. Ochkilar. Xo'sh, maskalarga o'tamiz. Maskalarda bunaqangi yangi akkauntligi uchun old narsalar yo'q. Prosta Fraun borligi uchun akkaunt ozgina qimmatroq. Arojalarga o'tamiz. Arojalarda MK bor. MK. Buni kiyib olamiz. Xo'sh, AKMga bu bor. Tabilkaga bu 416, 762 ga bor. Arojani bilmayman. Yangi chiqqan aroja. Koreyaga bunaqangi Jay Daraskinim bor. M24 Fraun dozi bor. 24 ham bor. AVMdan o'xshab ketadi. Fraunga. Xo'sh, arojalar bular qiziq emas. Tez o'tkazib yuboraman jigarlar. Yumpiga kuchaytiriladigan yomon 20 ekan buni kalasi. Endi sizlar bilan hozir akkaunt obzor qilyapman. Buni ham chotga turar ekan. Jigarlar, bu kanalni yangi ochdim. Podpiska qilasizlarga umiddaman. Mashinalari yo'q. Motikka bor ekan, bunga bor ekan. Keyin bu mashinaga bor ekan. Emotsiyalarga o'tamiz. Buni Fraun'da old emotsiyasi bor. Bu yangi chiqqan X-Suite emotsiyasi. Albatta yugurib keladigan. Chota o'yinda ovozi chiqmayaptimi qandaydir? Laboratoriyaga chiqamiz. Xo'sh, bu arojada o'ynamayman, shuning uchun kuchaytirilmagan shekilli. O'ynamayman, kuchaytirmasam ham kerak bu arojani. 416 5-level effekt papadaniyasi bor. Udar. Birilib qo'ysa bo'lar ekan. Men qo'ymagan ekanman. Jay daran qo'yib qo'yamiz Fraun'ni birilogini. Tabilka kuchaytirilmagan ekan. Machete pichoq ham kuchaytirilmagan ekan. Yumpini kuchaytirib olamiz. M24 ga ham kuchaytirib olamiz. AVMni ham kuchaytirib olamiz. Bitta 416 5-level akkaunt shu yangi Fraun borligi, yangi X kostyum borligi uchun narxi $100. Akkaunt puliga arziydimi, arzimaydimi kommentariyada yozib qoldiringlar. Jigarlar, hali sizlar bilan ko'p ishlar qilamiz. Podpiska qilib tursanglar bo'ldi. Sizlar bilan shax bo'ldi. Podpiskalar kesdan chiqmasin jigarlar. Sog' salomat bo'linglar.